Ну вот, еще. Так, 6 yanvar, sentyabr. Qo'limda esa juda mилый, bilmayman to'g'risi. iPhone 7 или iPhone 8. Вообще-то так. Balki iPhone 6'dir. Бияmanik emas. Это подарка как от моего сестренка. Ну, короче, давайте погнали. Xullas, men bu videoni boshini unaqada zo'r montaj qilib, unaqa qilmayman. Zo'r reja. 2026ga yana bitta plan qo'shildi. Balki 2023ga yaxshiroqdir. Mana shu joyiga işte bir bypass qo'yiladi. Да, наверное, без очки yaxshiroq. Просто menga biroz сложно будет, чтобы без очки menga unaqa zo'r zrenam yaxshi bo'lmagani uchun yaxshi ko'rinmaydi. Ya'ni yaxshi ko'rinmayman o'zimga o'zim. Наверное, ko'rinishim yaxshiroq. Короче, давайте ketdik. Men oxirgi marta adashmasam noyabrda video olgandim YouTube'ga. И hozir tepadan SMS kelib qoldi. Ну, xolos, давайте davom etamiz. Men bu videoni yana spontan bir shaklda olaman. Spontan, так как bu qanaqadir plansiz, yozuv daftarlarsiz, shunchaki ikkita qo'l и miyamdagi xayollar bilan, shunchaki oddiy razgovor. Aslida oxirgi vaqtda Moskvadagi niyatlarim amalga oshgan vaziyatda yashayotdim. Чтобы общительный круг, ishlamasdan dam olish, но только типа to'yguncha maza uxlashda, вот, например. Esda qolganlar shular hozircha to'g'risi. O'sha Moskvadagi yolg'iz hayotim. O'zim yashayotganim, ishga borish, просто disiplinirованный hayotda yashayotgandim. No, и потом hozir biroz bardak hayot yashayapman-da. Lekin mana shu bardak hayotni men o'sha hayotimda xohlaganim. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, ba'zida o'ylayotgan или ko'nglimizdan o'tkazayotgan narsalarga biroz e'tiborliroq, diqqatliroq bo'lib o'tkazishimizni aytmoqchiman, наверное, aytmoqchiman. Chunki o'sha vaqtda real xohlardim что ishga bormaslikni, чтобы uyda dam olishi, uxlashi, или xohlagan narsamni qilishi, ertayu kun, ertayu kecha, kechayu kunduz вообще так aylanishi o'rtalarim bilan. Ну, hozirda shunaqa. Hozir ham soat вообще так 1:34. Agar ko'ringan bo'lsa 1:35 bo'ldi. Bu meni как типа обеддagi vaqtimda deylik. И uxlamayman. Kechada soat 6gacha maksimum. Agar uyqum kelsa, ertaroq uxlayman. Lekin har kuni turadigan eng erta vaqtim soat 12 или вообще так bir. И eng kech turganim где-то bugun eng kech turganim obeddagi 3 ta turdim. Это bu juda ham обидно, да, вот. Menga juda ham обидно bo'ldi. И men надоело bo'ldim bu hayotda. Да, реально. Chunki ancha ko'p narsalarni, o'zimda bor narsalarni ko'pini yo'qotib qo'ydim. Chunki, как это надо сказать, блядь, вообще-то так. Правильное питание. И так вообще так саморазвитие. Или читать книги, вообще-то, kitoblar o'qish, или так разные вещи, да, вот. И o'shalar. И самое главное, bilasizlarmi, men o'zim bilan o'zim ko'p vaqt o'tkazadigan odam edim. Men hozir men o'zimga umuman o'sha kunda minimal 1 soat ajrata olmaydigan odamga aylanib qoldim. Bu men uchun juda ham обидно. Chunki hamma narsani o'zi bilan o'zi обсуждать или критиковать qiladigan odam, shunchaki qanaqadir boshqa qobiqqa kirib, и o'tda o'zim haqimda umuman o'ylamasligim. Ya'ni o'zim haqimda umuman o'ylamasligim degani bu shunchaki qanaqadir boshqa narsalar bilan ovora bo'lib, или umuman hammani gapini eshitib ketadigan degani emas. Bu shunchaki o'zim bilan o'zim gaplasha olmasligim aytaman. Oldin juda ham ko'p istoriya olardim Instagramda. Juda ham ko'p istoriyalar qo'yardim. Hammasini qanaqadir ajoyib bir shaklda kritikach qilardik, обсуждать qilardik, что yo'l topardik, da, вот. И hozir men bu narsani maksimal darajada to'xtatib qo'yganman. Juda ham to'xtatib qo'ygan hammasi. Ya'ni, то есть hayotdagi hamma narsadan men просто так damovaman desam ham bo'ladi. Lekin shuni bilaman, endi men o'zimni o'zim taniyotgan odamman. To'g'risi, 21ga yaqin to'ldim. 1 oy bo'ldi почти. Да, реально 1 oy. 6-dekabr. Ну, 6-yanvar bugun. И 21 yosh bo'ladigan bo'lsa, katta hayotga qadam qo'yganimga, например, 20 dan oshgandan keyin katta hayot hisoblaydigan bo'lsa 1 yil bo'ldi. И 1 yildan keyin men o'zimni tanaman. 1 yil deganda men o'zimni tanaman. Meni o'zi aslida xohishlarim qanaqa? Вот, например, без makiyaj yurishim. Bu ham bitta tanlov aslida. Shunchaki как типа oddiy hayot tarzini
ya'ni minimalizm deylik. Minimalizm и nostalgiya вот. Eski narsalar yoqishi menga. Вообще-то так уже man eski, ya'ni qanaqa deylik, eski narsalarga qiziquvchan odam bo'lib qolganman. Например, hamma iPhone 17 olayotgan vaqtda вот menga eng yoqadigan telefonlardan bittasi bu вот. Ну, как типа это мелочь, да, вот. И o'zi oldindan menga yoqadi, что как типа Гарри Поттер style bor, например, kitoblari и qanaqadir mana bu qasr или как типа ko'ylaklarning dizaynlari, вообще-то классика, Dark Academia вот. Еще qanaqa bor? Dark Feminine это вообще boshqa stil, lekin Dark Academia mani как tипа реально anavi izohlab beruvchi, tasvirlab beruvchi stil desa ham bo'ladi. Ну, gaplarim chalkashib ketayotgani bu yerda, что man miyam ichida birinchi перевод qilmoq, что через, как надо сказать, birinchi turkchada и потом o'zbekchaga перевод qilayotganim uchun biroz menga qiyinroq bo'lyapti. Но bu videom aslida nima haqidaligiga o'zim bilmayman. Aslida gapirish qobiliyatimni yo'qotib qo'ymasligim uchun o'zimni majburlab o'qiyotgan videoim birinchisi. 2026-dagi birinchi videom 6 dekabrda olinyapti и spontan shaklda, как обычно. И real mana shunaqasiga biroz o'zimni tilimda aytadigan bo'lsam, o'zim tasvirlab berayotgan bo'lsam, real botib qolgan joyimdan chiqishga harakat qilaman. Va bugun real где-то 1% ga bo'lsa ham, что o'zim xohlagan, o'zimga foyda bo'ladigan narsani qildim deb o'ylayman-da. Kundaligimni real masalan men 2026ga maqsad qo'yganimda, что men bu fizически qog'ozdan qilingan kundalik yozishni plan qildim. O'tiga qanaqadir любой narsani yozish plan qildim. Что hayotimdagi da, menga biroz cringe tuyulyapti, что men bugun ertalab buni qildim, ertalab obedda buni qildim, kechqurun buni qildim deyish biroz cringe tuyulyapti va o'shaning uchun men boshqa yo'l izlab ko'rdim. Va izlab ko'rganimda, что ideya keldi, har kuni bir qanaqadir необычный narsa o'rganishda, вот. И o'rganish bo'ladigan bo'lsa, bugun 5-yanvarda yozdim kundaligimni. И 5-yanvarni o'rganadigan narsasi bu foizlar bo'ldi. No, qanaqadir men ChatGPT orqali buni o'ylab topdim. To'g'rirog'i men ChatGPTga aytib berdim. U menga как типа spontan bir shaklda foizlar mavzusini chiqarib berdi. Oddiy foiz, murakkab foiz, keyin effektiv foiz, real foiz и еще как типа na turetskom bo'lgani uchun qanaqadir minusga ketadigan foiz o'zbekchaga men tushuntirib beradigan bo'lsam, turkchada tushunishim yaxshi, lekin men uni как типа перевод qilib o'zim tushuntirib bera olishim biroz qiyinroq bo'ladi-da. Chunki слава богу, я не учительница, да, вот. Yaxshi ham o'qituvchi emasman qaysi tilda. Может, это yaxshi fikrdir, ya'ni men bilmadim. Chunki men o'qituvchi bo'lish planim yo'q вообще-то. Ну, короче, bugun вообще-то kecha 5-yanvarda men foizlarni o'rgandim. Va umid qilaman, что 4 kunlik mavzuni men o'z joyiga yetkazib qo'yaman. И orada masalan hammani o'zini yaxshi ko'rgan narsasi bo'lar ekanda, вот. Qanaqadir yaxshi ko'rgan rangi, yaxshi ko'rgan narsasi, yaxshi ko'rgan hobbisi. Но men o'zimga kelganda men aytaman, что нет, у меня такого вообще так нету. Yaxshi ko'rgan svet, yaxshi ko'rgan narsa, yaxshi ko'rgan hobbi, или вообще-то umuman eng degan narsa yo'q mening hayotimda. Men juda ham как типа o'zgaruvchan xarakterga ega odamman. Ну, menimcha bu video men haqimda bo'lsa kerak. Lekin to'xtatmayman va bu videoni albatta men YouTube'ga qo'yaman. G'alatiroq bo'lishi mumkin deb shu yerda ulab ketaman videoni. Da, ulangan joyi bo'ladi. По-любому bildirib qo'yaman, shu yerda tanov etyapman. Ну, okey. Chunki может, to'g'risi aytayotganimday biroz miyam bardak. O'sha miyamni bardakligini to'g'rilash uchun ham videoman deb o'ylayman o'zim uchun. Chunki aytganimdek gapirish qobiliyatimni yo'qotib qo'yish niyatim yo'q. Chunki hammasini обсуждать qiladiganim, o'zim bilan o'zim gaplashadigan qobiliyatim yagona shu. Hamma narsani как типа горить qo'yadigan joyidan olib chiqib ketadigan qobiliyatim ham mana shu. O'zimni uspokоить qiladigan, motivatsiya beradigan qobiliyatim ham mana shu bo'lgani uchun yo'qotib qo'yishim, это вообще-то nereal yo'qotish bo'ladi men uchun. Chunki juda ham qiyin tak vaziyatlardan kelib chiqqan holda men buni topganman. Davom etadigan bo'lsak, meni eng degan narsa yo'q menda umuman. Tabiatim juda ham o'zgaruvchan. O'zgaruvchan deganda ham как bir narsaga bog'lanib qolishim juda ham qiyin. Bu meni yaxshi taraflarimdan bittasi deb o'ylayman, men o'zim uchun. Chunki hozirgi kunimizda odamlar biroz g'alatiroq.
Balki man o'zim ham balki shunaqadirman. Da, man o'zimni yaxshi odam deb bilmayman. Bu это как bu so'zim juda ham zo'r ishlatilgan himoya. Chunki menimcha ko'pchilik shunaqa. Men yomon odamman. Nega? Mendan uzoqroq yur. Man ko'pincha odamlarga shunaqa maslahat beraman. Men yomon odamman, mendan uzoqroq yuringlar, чтобы nega? Vaqt keladi, что aytadi, нет, я вообще-то не ожидала от тебя, да, вот такое слово будет, что... И потом все это, я тебя предупреждала, короче. Man seni ogohlantirganman, men yomon odamman. Zo'r ishlaydigan narsa. Chunki, man игнорщица, да, вот такой человек вообще-то. Shunaqa, SMS'ga javob yozmaydigan vaqtida, telefonini ko'tarmaydigan, gaplashgim kelmasa, da. И потом ba'zida o'zimga kerak bo'ladigan odam bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib gaplashib ketadigan odamman. И обычно buni qabul qilaman. Chunki aytganimdek, man judayam прям как qaniydir o'zim vaqtimni ayaydigan, qizg'anadigan, qizg'anchiq odamlar turidanman, da. Ba'zida odamlar bilan gaplashishim uchun ulardan menga to'g'ri bo'lishi kerak, da. Если, masalan, ular ham shunaqa deb hisoblasin mani. Ya'ni menga nisbatan shunaqa qo'llasin, mendan qanaqadir foyda bo'lmasa, men bilan gaplashmasin. Lekin man shunaqa odamman-da уже. Как masalan, yo, man bekorga vaqtimni o'tkazolmayman ular bilan shunchaki o'yin kulgi uchun. Уже mani sinfdoshlarim или вообще-то qaniydir podrugalarim yo'q. Прям mana nimada yur ketibotga boramiz, aylanishga boramiz, unaqa bunaqa deydigan. Men уже ko'pchilik bilan отношения o'zib tashlagan odamlardan bittasiman. Da. Instagramda ham juda ham kam odam bor. Men adashmasam 45 ta. Yo bo'lmasa yaqinda qo'shilgan odamlar sifatiga bu juda ham ko'p. Yangi 2025 oxirgi dekabrdan qo'shilgan odamlar juda ham ko'p. И hozirgi videomni ideyasi kelib qoldi. Может быть, как hammamizni ichimizda shunaqa gaplar bordir-da. Например, qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi? Уже men sezaman, что Instagramda ko'rayotgan rilslarimdan kelib chiqqan holda aytadigan bo'lsam, ko'pchilik уже yolg'izlikka o'rganib qolyapti, yolg'iz bo'lishni tanlayapti. Keyin ko'pchiliklar уже robotlar, ya'ni AIlar bilan gaplashishni tanlayapti-da. ChatGPT bilan gaplashishni, что qizlar qo'yyapti. Если agar ChatGPT odam bo'lgani, например, men undan boshqasiga qaramasam, как будет-da, вот. Почему? Chunki bilasizlarmi, ChatGPT bizani hech qachon bunaqasiga kritikatsiya qilmaydi, прям как ustimizdan kulib tashlamaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham kel, давай, men seni yoningdaman, men seni поддержка qilaman. Qaragin, sen mana bunaqa odamsan, aslida sen bunaqa deganing bilan unaqa yomon odam emassan, seni plyus tarafi mana bunaqa deb ko'rsatib beradi-da. Da, buni ko'pchilik odamlar qadriga yetmaydi bunaqa razgovorlarni. Lekin по-любому qaniydir biza ko'pincha eski qalb egalari deydigan bo'lsak, masalan, men o'zimni shunaqa nomlashim mumkin. Chunki hozirgi mana 21-asr avlodlari orasida men o'zimni, bu qalbdoshlarimni juda ham ko'p uchratmayman. Uchratadiganlarim uzr, как bildirishnomalar uchun. Uchratadiganlarim shu, как 25 yoshdan oshgandan keyin o'zi men ular bilan qalban bog'lana olaman. Qalban связь bo'ladi. O'zim masalan, o'rtak nuqta degan narsa bor naturalistimda. Bittasi siz va bitta odam qiziqadigan bitta narsa. Например, ikkalamizning qiziqishimiz bitta bo'lgan taqdirda o'shanaqa odamlar meni yoshimga nisbatan, o'zi men 21 bo'ladigan bo'lsam, eng kichkinasi 25 yosh. Chunki men to'g'risi balkida meni yoshimda yo'q demoqchi emasman. Men balkida ularni topmayotgandirman. Chunki aytganimdek, men juda ham introvert odamman. Nimani именно qobig'imdan kelib olib chiqarib ketish kerak. Chunki o'zi men charchaganman, что menga неинтересно, что hozir men atrofimda harakat qilyotgandim. Sotsial bir odamman, как ekstrovert bo'lishga-da, например. Bunda qaraman, нет. Bizning o'rtak nuqtamiz yo'q. Ya'ni o'rtak nuqta bu degani aytganimdek qiziqishlari bitta bo'lgan, qanchadir odamlarning qiziqishi bitta bo'lgan narsa. Короче, men hozir o'chiraman bildirishnomalarni. Так. Прикольно ketadi. Ладно. Так. Topdim. Xo'jalar, davom etamiz. Короче, shunaqa. Еще yana nimalarni tanimoqchiman. Da, odamlardan foyda bo'lmasa, men ular bilan gaplashmayman. Da, real. Ulardan по-любому qanaqadir foyda bo'lishi kerak menga.
Ya'ni bu qanaqadir manga qanaqadir pul berish kerak, nimadir deyish kerak emas. Bizning o'rtak nuqtamiz qanaqadir interesli mavzuga borib taqalish kerak. Men ulardan nimadir o'rgana olishim kerak. По-любому qaysidir odamdan nimadir o'rganamiz. Lekin men masalan maqsadlarimga yeltadigan odamlarni tanlayman. Nega? Chunki men bu atrofimizdagi odamlarni yig'indi bir shaklimizda yeyotgan narsamizni masalan правильный питание bo'yicha yeydigan bo'lsak, oqsil, boshqa uglevodlar hammamizni tanamizga ta'sir qiladigan bo'lsa, atrofimizdagi odamlar bizning miyamizga, bizning fikrlashimizga, bizning hayot tarzimizga вообще katta ta'sir o'tkazadi. Men buni juda ham ko'p aytaman atrofimdagi odamlarga. Может, agar men ularni prinsiplariga, standartlariga to'g'ri kelmasa, meni ham qabul qilishmasin. Men hech kimga borib turib, "Нет, пожалуйста, meni qabul qil" или unaqa odatim yo'q. Lekin у меня такой принцип. Короче, men shunaqasiga saralayman. Menimcha bu juda ham mantiqli. Menimcha buni eslashim bo'yicha juda ham ko'p gapirganman. Или может Instagram'da, или может вообще так YouTube'da. Men to'g'risi ancha bo'ldi YouTube'dagi videolarimni ko'rmayotganimga. Xullas, короче, nima deymiz? Qanday qilamiz? Naверное, bu video nomini tan ololmayotgan fikrlarimiz yoki qarorlarimiz deb nomlasak bo'ladi. Еще aytadigan bo'lsak, ChatGPT haqida men bu обсуждать qilinmaydigan tema haqida ba'zida biz o'zimizni обсуждать qilamiz вообще так. Sen uni qilmayapsan, sen buni qilmayapsan. Нет, aslida такого не будет. Unaqa qilish kerak emas aslida. Например, aytaylik, oddiy narsani aytaman. Men navigatorda, men buni adashmasam oldingi videomda ham aytganman. Navigatorda to'g'ri ketib qolsangiz, как типа yangi yo'nalish tuzildi deydi-yu. O'zbekistonda shunaqa bo'lsa kerak. Bilmadim, men ko'pincha men telefonim вообще так boshqa tilda bo'ladi, ruschada bo'ladi, или inglizchada bo'ladi, или вообще так turkchada bo'ladi. Например, просто men eshitganman, shu videoni ko'rganman. Boshqa yo'nalish tuzildi deb aytiladi. O'sha narsani aytmoqchiman, shu biz xato qilamiz, lekin hech qachon boshqatdan boshlash uchun kech emas deb. Har doim shu noldan boshlasak bo'ladi. Har doim, как всегда. Qarasam, noldan boshlaganimizda noldan boshlamaymiz, вообще так birdan boshlaymiz. Chunki o'sha bizani oldingi tajribalarimiz nolga emas, o'sha bizani birinchi darajaga olib chiqib qo'ygan bo'ladi. По-любому. Meni fikrimcha shunaqa. Короче, такие слова. Meni fikrimcha hamma gaplarimni gapirib oldim, spontan bir shaklda. O'sham o'tib ketgan yil bilan tabriklayman. Yana bir bor tabriklamadim chunki video olmadim. Chunki вообще kirmadim. Xullas, 2026 hammamizga plan qilgan niyatlarimizning eng zo'r natijasi olib kelsin deb tilab qolaman. Chunki hammamizda har xil plan, har xil ideya, har xil xohishlar bor. Eng go'zal shaklda, eng tez fursatda amalga oshishini tilab, keyingi videoda ko'rishguncha. Пока.